Qonday? Mahkammi? Mahkam nima gap? Vaziyatimiz bu to'y deyapti, bu o'zi kimga uylanyapti? Shabiga. Серьезно? Keldik uyda yotdi Shabi. Uyda-ku. Bilmayman, kelishini bilaydim. To'yda bilmasdim. Bir ikki marta telefon qilgan ekan, ko'rmanman. 22-ga belgilagan-ku to'yni. Malades. Nima to'yona qilyapsan? Bilmayman, hali ishonmay o'tiribman bu nimasiga. Shabi uyida deydi-da, Shabi o'zini uyida bo'lsa kerak. Endi mehmonga kelib birdan yerga tegmasa kerak. O'ta yomonning uyda-yi. Yonida yuribdi deydi. Uyda yashayapti. Ha, malades, baxtini bersin. Sani mashinangda nima bo'ladi deyapti-ku. Nimani mashinasi bo'ladi? Kiyodi mashinasi bo'ladi deydi. Shundoq bizlarga olib yuradi deydi. Yo, mayli. Menga biroz aytgani ham yo'q. O'tgan kuni esimga yozganmi? Ba'zi ochib ko'rganim ham yo'q hali. Sen bilan borib olib keldim dedi-ku. Ya qo'to debdi, men hali uydan chiqqanim yo'q-ku. Qayerdan borib keladi? Ko'zida fingal o'ta yomonni. Tinch yurmadi shu bola. Pul beribsan-ku u kuni. To'yona qildi. Ha, to'yonami? Ha. Bo'ladi, $500 yetadi to'yonaga. $2,500 mi? $1,500 ko'rsatdi u. Pidarazga aytdim biladi, hammaga aytma deb. Jo'ram berdi deb efirda. Bor payti berib qolaylik, yordamda nima. Menga yordam qil. Onang nomiga sher olding-ku, harom. Kanalga qilaylik. Jiyan. Usta ishlatyapman, zekdan ham qo'yganim yo'q. Bir Toshkentga borgan paytim bir qutirab qolmasam, uyda paytim umuman yotaman faqat. Uylar bitdimi? Yonidan yana tashladim 2 etash. Yep. Nima qilyapsan? Shunchalar sana. O'zi 2 ta ko'ka bo'lsang. Qiziq ishda-da. Ko'rsang, ko'rasan. Ko'rsatqan bir. Ko'raylik, havas qilaylik. Hamma Havas qilaylik. qotganim yo'qmi? Roza bo'lib yotdi. Mana endi qo'yib yubordim. Normalmi? Mana. Paga darvozacha keldi hozir. Assalomu alaykum. Yaxshi, tomonlar yaxshi. Buning bor edi-ku o'zi. Ya bu darvoza endi yaqin qo'yildi-ku. Ha, darvozanimi? Ha. O'zi ham biladi. Onasini Короче, u taraf uyim bor-ku, hovli. Ha. Bitta usti yopilgan. O'shani sel ukamga berdim. Hammasini. Senga deding. Hammasini. Ha. Endi 2 etajli bu yog'ini o'zimga qilyapman. Darvozaxona tepadan bo'ladi, balandligi.
Darvozaxona bo'ladi. Bu yer ayollar o'tiradigan joy, nariyoq kuxnya, ikkinchi etaj selin mehmonxona bo'ladi. Keyin mana bu yerdan kirganingda to'g'ridagi hindistonliklarga o'xshab bunaqa zina ketadi. Ikki tomonga, katta ikkinchi etajga. Tepadan ikkita katta qandil tushadi. Lekin молодец. Lekin молодец. Kim nima desa deversin, lekin молодец biladi. Bor payti qilib olaylik. Lekin молодец. Konkretniy. Nasib bo'lsa. Kim nima desa deversin. Mana bu qurayotganing o'zi вообще katta davlat. Nasib bo'lsa uy to'yi qilaman, xudo xolasa dekabrlarda yana kelasizlar. Zek ko'ra olmaydi. Men nima ko'ra olmayman buni? Jinniroqmisa? Bu men bilet qo'shnim emas. Masalan, yon qo'shnim meni uyim ustidan baland uy qurib yubordi desam. Challenge joydami bilet? Men ham havas qilaman buni qilayotgan ishiga. Men bilet, men ham qursam dedim. Lekin pul yo'q-da menda. Men ham darvozaxonani вообще sikib tashladi. Ki вообще katta garaj bilet. Katta garaj. Katta garaj bilet. Вообще katta bilet. Ibat. Mana buni garaj desa bo'ladi mana. Kirib bemalol ichida baland muzika qo'yib, ichini kafelab qo'yib, yasab uni shuna qilsang. Bu yerda bitta mana tug'ilgan kun ham o'tkazib yuborsang bo'ladi-da qishki kuniga. Ben aytibman. Studiya. Ha. Geldim. Omading bezin. Bugün yok. Nima deydi? Chingizning pulini berganmi deydimi? Chingizning gapiradiganlar to'g'ri Chingizning ahvolida yashaydigan odamlar bular. To'g'ri Chingizning ahvolida yashaydigan odam bular. To'g'ri. Bile. Rostdan. Bu uy muborakni qayer? Sentrga-ku? Yo'lni yonida muborak safxozda. Salom zegaga Ali Manat Karol. O yoqadi-de. Gap yo'q. Bizni og'ayni qayda ekan-e? Güveçte uxlab yotdi. Shabini sikib. Bu hozirdan shunday qilayotgan bo'lsa to'ygacha o'zi aynib ham qoladi. Ya Jo'ramay. Yemasdan bo'ldi dedim. Bo'ldi. Boshqa safar qilamiz. Men bir oy ruxsat berdim unga. Senga bir oy ruxsat dedim. To'yni qilasan dedim. Bir oydan keyin qaytadan to'y boshlaymiz. Tushundingmi dedim. Undaqa dema dedi. Bilmayman bilan. Hiylagi qurudi o'ta yomon deydi. Ya, hiylagi quramasa kerak. Chayir shaku. Mayli. O'sha bola ham lekin yomon yaxshi ko'ribdi qizni. Ko'p SMS yozib gaplashib o'tiradi. Yaxshi ko'radi. Yomon yaxshi ko'ribdi uni. Kechpurga kelgan bo'lsa u kelib ketishiga. Ya, to'y bo'lsa kerak, yolg'on gapirmasa kerak.
Yo onu aytmayman, prosta uni kelishiga boshida tekinga kelmaydi-da u. 23 yoshar qiz ekan u. Endi kim biladi? Tojikistondan O'zbekistonga kelishiga biladi. Kamida bir 2000 ni solgan bo'lish kerak u. Rahmat. Hali u Tojikistonga qaytib ket. Kelin bu kelmayman men deb qo'ysa nima bo'ladi hali? Bu yo'q qotoq bo'ladi. Gagina qo'yib. Lekin onalar baxtini topdi TikTokda. Bitta shu topdi-da. Ha, topdilar. Topsin, молодец, topsin. Men ham bir topuvdim. Bizdeki endi Amerikada u qachon keladi hech bir to'g'ri esimga ham yozmaydi. Amerikada? Aha. Kim u? Hay, u ham shu Bir paytlari yani ukang Habibi degan qizni yaxshi ko'rib qolib sevishib, bitta bolasi bor ekan. Mayli, bolangiz bo'lsa ham uylanaman. Tuda zato otasi bo'laman deb undan keyin u qizni mundoq bir telefon qilib so'rasam, Markor bozorda ishlar ekan Amerikada biladi. U ham rosa donat qildi biladi. U yoqqa o'tib donat qildi, bu yoqqa o'tib donat qildi. Nari berisi bir 2 oylar yurdimi u donator bo'lib odamlar? Habibimi? Onangni nozi deb yozibsam, onangni ski. Sana bir nozing so'radim, onangni ko'tiga ski. Yo, men aytdim-ku, Zik, Amerikada men ham qizcham bo'lsam, hamma nozi bo'ladi. Uni bildim. Noz emas, u vidushchi emas u. Lekin oramizda turibdi. Shu top 1dan 10 talik ichiga turibdi hozir. Öylemi? Ha. Onangizga qidiradi endi. Qani? Chiqib ketdi biladi. Qachon keladi u? Kelish kerak oktyabrda. Oktyabrda? Meksikadan borganmi? Yo'q, green card. Qayerli qiz u? Samarqand. Bu nima narxini berdi oy? Kimga narxini berdi? Menga ограничение berdi. Sabab? Bilmiyorum. Tush, o'chiraman. Onang ko'tiga ekan bu, gandon ekan bu biladi.